Упражнение Kegel. Ko'p ayollarimizda tug'ruqdan so'ng kichik chanoq a'zolari pastga tushish holatlari ko'p kuzatiladi. Ya'ni o'sha опущение внутренних органов, опущение matki deyiladi. Bu to'g'risida oldingi videoyimda yana gapirib o'tganman. Yana sizlar yaxshi tushunishinglar uchun yana ma'lumot beraman. Hozir men sizlarga oddiygina bitta sposob ko'rsataman. Hech qanaqa движение qilmasdan o'tirgan holatingizda ham bu упражнениeni bemalol bajara olasizlar. Так, hozir men rasm chizaman, чтобы sizlarga tushunarliroq bo'lishi uchun. Так, qaranglar. Tasavvur qilinglar, bu qin devorlari, yuqorigi va pastki qin devorlari. Вот. И bu barmoqlar. Bunda rasmini chizaman, вот. Mana qo'limiz bo'lsa, nimaga men bu qo'l rasmini chizdim? Bu упражнениeni bajarish uchun, чтобы biz qaysi muskullarga ishlov berishimiz uchun biz чувствовать qilishimiz kerak. И barmog'imizga как положено o'sha aptечный o'sha стерильный перчаткаlar bo'ladi-yu, o'shalarni taqib qinga как положено qo'limizni tiqib ishlashimiz kerak. Uyat bo'lsa ham aytaman, bu ayollarimiz uchun blok. Bu juda ham kerakli mashq ayollarimiz uchun. Так что videoni oxirigacha ko'ringlar. Вот. Barmog'imizni tiqdik и barmog'imizni jimach qilamiz. Qin devorlar orqali o'sha vлагалище deylik. Shu barmog'imizni qisamiz, и sekin qo'yib yuboramiz. Yana qisamiz, kimdir chidashi mumkin 5-6 sekundga qattiq qisish kerak barmoqni, и sekin qo'yib yuborish kerak. Kundan kunga ham qininglar torayib boradi, ham hech qanaqa matkalar и organlar o'zini sekin-sekin joyiga kelishni boshlaydi. Tak, sizlarga oddiy qilib tushuntirib beraman-da. Так что bu упражнениeni har kuni bajarishimiz kerak. Именно pastelga o'ch qilishda ham ayollarimizga juda ham yordam beradi bu. Kechirasizlar 18+, lekin sizlarga borini aytibman. Ko'p ayollarimizda o'sha hirsi uyg'onmaydi. Masalan, erim meni xohlamayapti, menda menda mana bunaqa bo'shashib ketganini hisobiga deydigan ayollarimiz ham ko'p. Xohishi kamayib ketgan ayollarimiz ham ko'p. Bu mashq ham qininglarni toraytiradi aytganimdek. O'zingizlarda ham xohish balandroq bo'ladi. Operatsiyaga shoshmanglar. Hech qachon operatsiyalar bor, qinni toraytiradigan, lekin по-любому operatsiyadan keyin orgazm qilishinglar qiyin bo'ladi. Shuni hisobiga iloji boricha упражнениялар qilib vaqtlar o'tgan sari vaginalarni o'z holatiga olib kelishinglar mumkin. O'shaning uchun hech qachon operatsiyaga yana boshqa toraytiruvchi protseduralarga borishlarni men tavsiya qilmayman. Kesiladigan protseduralarga, я имею в виду. O'shaning uchun bu упражненияларni bajaringlar. Juda ham foydali bu упражнение. Oddiy sposob, lekin juda ham foydali. Pastki mushaklarimizni obnovить qilib, o'sha o'ziga keltirishda yordam beradi.